Salom. Bugun men sizlarga zamonaviy kompyuter tarmoqlari va CDN Software Defined Network haqida gapirib beraman. CDN tarmoqlarining samarali boshqarish va moslashuvchanlikni ta'minlash imkonini beradi. Zamonaviy tarmoqlarga qo'yilayotgan talablar. Bugun tarmoqlar katta trafikni boshqarish, tezkor o'zgarishlarga moslashish va xavfsiz bo'lish talab qilinadi. Bulut xizmati, video, trafik, load va boshqa zamonaviy xizmatlar tarmoqlarini yanada murakkablashtirdi. An'anaviy tarmoqlar har bir router va switch mustaqil ishlaydi. Kontrol panel va data plan qurilmalar ichida bo'ladi. Tarmoqni kengaytirish, konfiguratsiya va monitoring murakkab va sekin amalga oshiradi. An'anaviy tarmoqlarning muammolari: markazlashmagan boshqaruv, tarmoqni bir joyda kuzatish qiyin, murakkab sozlash va har bir qurilmani alohida sozlash talab qilinadi. Kengaytirish qiyin, yangi xizmatlarni tez joriy etish murakkab. CDN paydo bo'lishi. Bu muammolarni hal qilish uchun CDN paydo bo'ldi. CDN kontrol plan va data planni ajratadi va tarmoqni markaziy kontroller orqali boshqarishni ta'minlaydi. CDN tarifi va asosiy tamoyillari. CDN tarmoqning dasturiy boshqarish imkonini beruvchi texnologiya. Asosiy tamoyillari: kontrol plan va data plan ajratilgan, markazlashtirilgan boshqaruv, dasturlashtirilgan tarmoq. CDN arxitekturasi. CDN uchun quvvatli arxitekturaga ega. Application layer, control layer, infrastructure layer, application layer ilovalar va trafik boshqaruvi bilan shug'ullanadi. Control layer tarmoqni markazdan boshqaradi. Infrastruktura layer esa switch va routerlar orqali paketlarni uzatadi. Markazlashgan boshqaruv. Bitta kontrol orqali barcha qurilmalar boshqariladi. Tarmoqni global ko'rish, tezkor o'zgarishlar kiritish va xavfsizlikni kuchaytirish mumkin. CDN kontroller tarmoq holatini monitoring qiladi, qoidalarni boshqaradi va tezkor qarorlar qabul qiladi. Mashhur kontroller OpenDaylight, ONOS Rio va Floodlight. OpenFlow protokoli. OpenFlow CDN asosiy protokoli. U switch va kontrol o'rtasida aloqani ta'minlaydi. Paketlar uzatish va boshqarishni markaziy qiladi. Flow va table va flow centrallar paketlarni qaysi yo'nalishda uzatishini belgilaydi. Xulosa: CDN va OpenFlow tarmoqlari samarali boshqarish, avtomatlashtirish va xavfsizlikni oshirish imkonini beradi. Bulut va load va zamonaviy tarmoqlar CDN va OpenFlow asosiy infratuzilma hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.